oilam bilan o'tirib sushi zakaz qilmoqchi edim. Bilasizmi? Biznes egasi mendan forma 86 bilan tug'ilganlik haqimda guvohnoma so'ramadi xolos. Nimalar deb tashamayapti. Gruppaga kiringda, sizga yoqqan narsani skrinshot qilib menga tashlayvering. Uni tashagandan keyin endi ular sizga karta tashiydi. Karta tashagandan keyin siz to'lov qilishingiz kerak ekanda, keyin skrinshotini yana tashlayorishingiz kerak ekan. Undan keyin zakazingiz tasdiq bo'ladi. Undan keyin siz unga lokatsiya ham tashlayorishingiz kerak ekan. Lekin kuryer qatligi mahallaning boshiga naryoqlarga bordi. Borib olib kelishimga to'g'ri keldi. Lokatsiyada ham tushunmovchilik bo'ldi-da. Baraka topgur demoqchi bo'ldim-da. Bitta bot qilib qo'ying. Men menyuga kiray. Xohlagan narsamni shundoq bitta joyda tanlab keting. Men sizni Telegram gruppangizda mana bunaqa qilib, keyin o'tirmasdan, ras promokod bor ekan. Promokodni ishlating. Promokodni aytsam yana nima deydi? U tugagan deydi. Juda ham chalkashlik bo'lib yotibdi. Industriya lider restoranlarda bor-ku, shundoq botingizga kiring, narsani tanlang, korzinkaga o'ting, o'z ma'lumotlarimni to'ldiring, sizga tayyorgina buyurtma kelib tushsin. Men ham tinchgina buyurtma qilaman, siz ham tinchgina buyurtmani qabul qilasiz. Shu narsani biznes egalariga tavsiya qilgan bo'lardim.